Ha, bo'ldi. Xo'p, hozir ketdim. Ha, mashinani sotdim lekin, ha, sotdim. Hozir 1 minut. Turum qaqqa tushib qoldi. Oka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, so'msiz? Oka, mana shu yerdan o'tib ketayotgandim, hozir pulim tushib qopti-da. O'shani aka hozir qayerdan tushirib qo'yimman, $10,000 aka. Ko'rmadingizmi? $10,000mi? Ha, hozir mashinamni sotib, aka, o'sha ketayotgan, hozir operatsiya pul kerak edi menga, aka. Aniq shu yerdan o'tib ketyaptimiz? Qanday bo'ldi demashdi? Qanaqa qilib odam, men $100 pulimiz cho'ntagimni har soatda qarab yuraman-da, realni 10,000 ni ham tushirib qo'yadimi? U bu kim bilan yurmaymiz, u kimga berib qo'ymaymiz? Aka, menga hozir srochniy pul kerak edi. Hozir olib borib bermasam bo'lmaydi. Men bitta aka, siz ham inson, biz ham insonmiz. Chin ko'ngildan, по-человечески men sizga yordam qilaman-da. Mana shu yerda olib qo'ying, bir 600 cha pul bor. Onasini emsan, odamzoddan nima qoladi? Aka, mana shuni ham olib qo'ying. Ishoning, mana operatsiya bo'ladigan bo'lsa ishlating, mana adnishim, mana telefonim ham sizga, aka. Aka, joning sog' bo'lsin, akam. Dishi, aka. Men hozir bormasam bo'lmaydi, aka. Chin ko'ngildan, aka. Bu xizmat bo'lsa, taqdir ro'z uchratadi, aka. Nima qildi? $600 soat, telefon. Yana olayman-ku. Voy bile. Salishga-yu. Yo'q.